Bugungi kunda yerdan unumli foydalanish, ekinning hosildorligini oshirish har bir dehqonning asosiy maqsadiga aylangan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani mirishkorlari dehqonchilikda ilm-fan yutuqlari, innovatsiya g'oyalaridan foydalanib, intensiv usulda mahsulot yetishtirish borasida ham yutuqlarga erishmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ayni kunlarda dehqonlar tomonidan yetishtirilayotgan bodring, pomidor, bulg'or qalampirlari mahalliy hamda tashqi bozorlarga ham yetkazib berilmoqda. Hosilni zararkunandalarsiz nobud qilmay yig'ib olish uchun dehqondan tajriba va doimiy mehnat hamda parvarish kerak bo'ladi. Dehqon yerga ishlov berishni bilsa-yu, biroq o'simliklarni turli zararkunandalardan saqlashni bilmasa, qilingan mehnat zoya ketishi hech gap emas. Shu sababdan yer egalari doimiy ravishda Farg'ona viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi xodimlarining bepul xizmatlaridan foydalanib, sifatli mahsulot olishga erishadilar. Shaxsiy tomorqa yer egalariga sifatli mahsulot yetishtirish, kimyoviy va biologik ishlov berish, eksport faoliyatini tashkil etishda faol hamkorlik qilmoqdalar. Bu mahsulotlarda virusli kasalliklar bor yo'qligini aniqlash maqsadida fitosanitariya laboratoriyamiz uchun tegishli tartibda namunalar olindi. Endilikda ushbu mahsulotlarda virusli kasalliklar bor yo'qligini aniqlash maqsadida tegishli tartibda namunalar olamiz va fitosanitar laboratoriyamizda tekshiriladi. Shuningdek, mutaxassislar tomonidan issiqxonalarda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan yuqori hosildorlikka erishish uchun kerakli maslahatlar berib, amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Mirishkor dehqonlarimiz xalqimiz dasturxoniga erta pishar sabzavot mahsulotlarni yetkazib berishni haddini olgan. Yetishtirilgan mahsulotlarning eksporti ham yo'lga qo'yilgan. Oltiariq tumanidagi Qo'rg'oncha mahallasida istiqomat qiluvchi Vohidjon Qodirovlar oilasida tashkil etilgan 22 sotixlik issiqxonada bulg'or qalampirlar hosilga kirdi. Dastlabki hosil hozirda mahalliy bozorlarga chiqarilmoqda. Yil davomida hosil olamiz. Balgar, bodring, qalampir, pomidor ekamiz. Daromadimiz yaxshi, Xudoga shukr. Hosillarimiz ham yaxshi. Karantin bo'limi xodimlari ko'chatlarimiz nobud bo'lmasdan o'sishi, yaxshi rivojlanish uchun kelib, kerakli maslahatlar berishyapti. Mahallada yashovchi fuqarolar parvarishlanayotgan toklardan ertangi uzum yetishtirishni ham yo'lga qo'yganlar. Buning natijasida oltiariqlik mirishkorlar issiqxonada uzum yetishtirib, yuqori daromad topmoqdalar. Issiqxonamizni qurganimizga mana bir yil ikkinchi yili faqat rizamat uzumni yetishtirib, mana bu yil ikkinchi yiliga boshladik. Birinchi yili 1,5 tonnacha hosil oldik. Tashqaridagi bilan buni ichkarini farqi tezroq pishishida. Bu degani bir 20 kun, boring 25 kunga farq qiladi. Shu 25 kun vaqtliroq bozorga, o'zimiz ichki bozorga olib kirishga harakatdamiz-da. Qo'shimcha daromad manbaga ega bo'lish bu juda muhim. O'rtacha 6 sotixli issiqxonada sotiladigan uzum bargidan ham qo'shimcha daromad olishyapti. Bugungi kunda Qo'rg'oncha mahallasi shu kabi zamonaviy issiqxonalar tashkil etilayotgan bo'lib, ertangi meva sabzavotlar yetishtirish bo'yicha katta hayotiy tajriba shakllangan. Qo'rg'oncha fuqaro yig'inida hozirgi kunda 400 ta xonadonimizda issiqxonalar tashkil qilingan. Issiqxonalarda hozirgi kunda balgar qalampirlar yetkazilyapti. Bodring, pomidori, qalampir mahsulotlarni yetkazib, o'sha xalqimizning dasturxoniga yetkazib berilyapti. Prezidentimizning tashabbusi bilan qolgan xonadonlarimiz ham imtiyozli kreditlar olib, issiqxonalar tashkil qilyapti. Bu yil mahalladagi yana 50 ga yaqin xonadon tomorqasida zamonaviy mezonlar asosida ixcham, ammo katta daromad olish imkoni beruvchi issiqxonalar barpo etish maqsadida amaliy sa'y-harakatlarga kirishilgan. Oltiariq tumani mirishkorlari dehqonchilikda ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalardan foydalanib, mahsulot yetishtirish borasida yutuqlarga erishmoqda.